Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Türme Xatirlari Mahbus Ruhlar. Avtori Abduvali Ayub. Çağanlıq iltifat. Qurban Hayit kelganda Gıçın namoz o'qimaslik haqida tag'arda bir ogohlantirish bergan edi. Çağan kelishdan 2 kun burun u oldin tabriklab kamerlarga kirdi. Çağan kelishdan burun qo'riladigan, qaynatiladigan, o'rdiladigan yemekliklarning tizimligi tushib bo'ldi. Qurban Hayit kuni normal mashg'ulot qilib, qaytib o'ltirgan edik. Çağan kelishdan 3 kun burun aramga qo'yib berib televizorni 24 soat echib berdi. Çağan harpsida tugre tuguduq. Azaldan kameraga kirmaydigan boshliqlarmi qadam tashrif qilib Çağanni tabrikladi. Çağan kuni 2 vaqt haqsiz tamoq berilib, odatda kanallari avtomatik tangshalgan televizorni bizning xohlagancha yo'tkab ko'rishimizga yo'l qo'ydi. Men Xitoy o'lkalarida 11 yil yashagan, ammo umrimda Çağan harpsi qilib boqmagan. Ailemge şu kuni maktub yezish xiyolimga kirib chiqmagan. Bir qitimmo Çağanliq tugura tugib boqmagan edim. Ammo 2014-yil 1-oyning 31-kuni Xitoyning bir o'lkasida emas, Urumchida Çağanni to'liq Xitoycha o'tkazgan bo'ldim. Kamirdoshlar bilan tugri tugdim. Ammo yeydigan chaqda qiymidagi nimaning go'shidu degan savolni menamdan haydab bo'lolmay o'z go'shimni yegandek sovuq tarlab ketdim. Arada tuberkulyoz va B-tiplik jigar yallig'iga giribdor bo'lgan 2 mahbusmu biz bilan birga tugri tukkan edi. Shular burnini tartib o'ltirib tukkan daldang quloqlarnimi tugridek tugilib o'ltirib yeyishga tutundim. 2 tarafdan 24 soat kuzatib turadigan kamera meni tugurlarni yeyishga zo'rladi. Yemsamchu Uyg'ur mahbuslar ko'paygandan keyin qarshi turish targ'ib qilinayotgan diniy asabiylik qalpiqi menga kiydirlatdi. Uning ustiga men bir navbat halol haromning gapini qilib jazolangan. Bu siyosiy tugurini yemisam, menga ko'tirib qo'qqisiz jinoyat ortilib jazo tayyor edi. Çağanlıq deb shu birla qitim zahardek qimmat setilgan qo'rimalar, mevalar va ichimliklar pulliq bo'lgan bilan bu tugura haqsiz edi. Oxiri biz Uyg'ur mahbuslarning radikal yoki emasligimizni ayiradigan bu siyosiy tugurini yemakchi bo'lib, ko'zimni yumib turib birni suv bilan yutib yiqvedim, darhol bo'g'zimga kaplashib uzoq qusdim. Qizli o'ngüchim qanab ketdi bo'lg'ay, oxiri qusuq emas, qon yondi. Xalaning o'chqidan chiqayotgan sesiq, og'zimdan eqiyotgan qon, ko'zimdan quyulayotgan yoshlar televizorda yangrayotgan shodiyona Çağanliq sadolar bilan butunlay zid edi. Qusub bo'lolmay, chinqilib ketgan chek tomirlarimni uvlab o'ltirsam, kameraning ichi patparaq bo'lib ketdi. Menmu qolgan mahbuslardek darhol pagahga tushib, eshikning yiniga berib tizildim. Bütün xiyolim qusub tashlagan tugurida edi. Qusishning qasdan emasligini isbotlashim kerak edi. Ammo kallamga darhol bir sabab kelolmayotdi. Bo'g'zim bilan oshqoznim orasida to'xtamay yenib bearam qilayotgan harom tugurani to'liq chiqarib tashlash uchun barmoqlarimni og'zimga solganim rost edi. Agar bu kameraga tushgan bo'lsa, qusishdagi qasddanlik isbotlanib qoladi. Ta'limga gundupay qusishimning sababini so'ramadi. Aksiga, Çağanda har biraylarning uyimizga maxsus Çağanliq maktub yozishimizni buyurdi. Xatning mazmunida cho'qim partiya hukumatning qamoqxonada qilayotgan g'amxo'rligi, iddia jihatdan yetaklashi va ruhiy jihatdan davolashlariga bo'lgan rozimanlik ifodalanishi kerak edi. Xatni Uyg'urcha yozsaq bo'ladiganligini anglab, quloqlarimga ishonolmay qoldim. Bu men qamalgan 5 oydan ortiq vaqtdan buyanqi tunji qitimliq Uyg'urcha xat yozish fursati edi. Xatning mazmuni nima bo'lsa bo'lsin, uyimga mendin, tirikligimdan bir xabar yetsa yetarlik edi. Anam xatlarimni e'tiborlaydi. Beyjingda o'qiyotgan chog'larimda anam meni seg'insila, doim mening to'liqsiz o'ttirdan boshlab yozgan konspektlarimni o'qib, yig'lab ketadigan-to'q. Oliy maktabni putkizib kelgandan keyin anamning men Beyjingdagi chog'da
oyda birər parça xushyoqar yoqmas yezib qo'ygan xatlarimnimi rətlik tüplab saqlab yurganlarini bayqab bakmu xijil bo'lgan edim. Xat yezishni boshlaganlarga qarab o'ltirib, anam xatimni o'qisa, qizlarim, ayolim, qarindoshlarim xat yozgudek qurbim borligini bilsa, balkim xotirjam bo'lib qolar, deb o'ylab, qog'oz qalamning menga tegishini saqladim. O'qimagan odamlarning qandoq bo'lganligini haqiqiy his qilyotdim. Kameradagi xitoylar xitoycha gap qilishni bilgan bilan salom xat yozishni bilmaydi ekan. Avval o'ltirib kameradagi xitoylarga xat yozib berishim kerak ekan. Xatni ularning amalining cho'ng kichikligi bo'yicha tartib bilan yozib berishga boshladim. Avval muavin kamer boshlig'i, ondan kotib, so'roqchi va oshpazga xat yozib berdim. Bu kishilar odatda ko'ch-ko'yga doir turmushdagi ushoq ishlarni deyishgan bilan adabiy tilda qamlashtirib bir jumla tuzalmaydi. Birining dadasi, birining onasi yo'q. Hatto ba'zilarning salom yo'llug'idek qarindoshlari bordek qilmaydi. Ammo hammasining ko'zi qalam qog'ozda edi. Xat yozishga berilgan vaqt qisqarib, yarim soatcha qolgan. Qog'ozlarmi yirtilib faqat 20 batla qolgan. Ammo atrofimda odam liq edi. Mahbuslar men yozib bergan xatni o'zgartib, rozi bo'lmay yirtib, qog'ozni isrof qilyapsa, menga kelganda yetmay qolmasin deb ansirab turatdim. Atrofimga o'lashgan xitoylarning xatlarini bir-birlab yozib yo'lga solg'ach, bir bulungda qizil jilitkisining yoqisi bilan yuzini yo'shirib o'ltirgan Shoh Mahmudga qaradim. U yig'layotdi. U siyosiy mahbus bo'lgani uchun oilasiga xat yozishga yo'l qo'yilmagan edi. Xat yozg'izdiganlar tugishiga qog'ozdinmi oxirgi bir bet qoldi. Uyimga xat yozishni amdi boshlay deb tursam, bayotin biri tamg'a tirnoqlari bilan nimalarnidir sizib o'ltirgan Abduvali qishimga keldi. U heroinga ugunib qolgan bu bola chekimlik uchun o'g'irlik qilib tutilgan edi. Abduvali chiroyimga o'mchaygandek qarab, "Aka, menga xat yozib beramsan?" deb yinimga keldi. Bir qog'ozga, bir uningga qarab turib ketdim. Ma'qul deydisam, qog'oz faqat birla varaq qoldi. Yo'q deydisam, uning kamerga so'langan 2 haftadan beri tunji qitim beshini ko'tarib bir odamga gap qilishi edi. Heroin xumari uni kamerga qamalgandan buyanqi 2 hafta ichida ravurs qiynagan edi. U xumari tutib varqirsa, kamer boshlig'i og'ziga sesiq paypoqni tiqib qo'yganni oz deb, qora qishda yalang'ochlab, beshidan chilaklab suv to'kib, zukam qilayotgan edi. Abduvalining muldirlab turgan cho'ng chiroyli ko'zlariga qarab o'ltirib ketib, oxiri nafsimdan kechdim. Uning bu qarashlari jiyan o'g'lim Mirodilga bakla o'xshab ketgan edi. U xatni menga pichirlab deb berdi. Abduvalining dadasi 2009-yil 5-iyul kechasi yo'qab ketgan ekan. 2 o'g'il bilan tul qolgan ana tozaliq ishchisi ekan. Abduvali bir varaq qog'oz tugay deb qolganda, "Ana, oxirida sizga bir sirni demay desam, ko'nglim qo'ymadi. Bu sir meni bu yerda oqning xumardimi bak qiynab ketdi. Siz endi shaxsiy doktorxonada oyda bir qon setib, akamni o'qitaman demang. Uning ichkirda o'qiyotman degani yolg'on. U maktabdan chiqibapti. Hozir mendek oq tamakiga ugunib qopti", dedi. Bu qurlarni yezib bo'lib, beshimni ko'tarib qarab bo'lgacha, Abduvali o'ksigan peti neri ketdi. Angacha vaqtmi to'shib, kamer boshlig'i qo'limdan qalamni tortib oldi. Gundupay G'chang xatlarni yig'ib olg'ili kelganda, menga qog'oz yetmaganini aytdim. U menga bir qancha bat qog'oz berib, xat yozib olishimga ijozat bergan bo'ldi. Xiyolim Abduvalining o'qiyotman deb heroinga ugunib qolgan aksida qolg'achqa, xat yozgudek kayfim yo'q edi. Qalamni tishlab o'ltirib oilamga, onam va qarindoshlarimga bir parcha xat yozdim. Xatimning tekshirilganligi aniq bo'lg'achqa, uning ustiga xatga partiya hukumatning qamoqxonadagi g'amxo'rligi cho'qim yozilishi kerak bo'lg'achqa, hech bir so'zni ichimdan chiqarib yozolmadim. Beshimda bir odam qarab turgandek tuyulib, hech bir jumlam tabiiy chiqmadi.
Xatni chag'andan keyin beralidim. Gochang, bo'ldi. Qolgan xatlar avatilib bo'ldi, deb olg'ili unmidi. Ming bir arzu armonlar bilan yozgan chag'anliq maktubim kamerda xiligacha yinimda saqlanib qoldi. Partiya hukumatning chag'anliq iltifotimi oilamga yetib borolmadi.